boyagi arzonga bir xonali kvartira so'rayotdingiz, mana joyiga chiqdi-yu. Ko'rib turishingiz mumkin, narxini oxirida aytib o'tamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Katta eshigimizdan shundoqqina mana kirib keladigan bo'lsak, kirib kelganimizda ko'rib turishingiz mumkin, prixoshkamiz, ya'ni koridor qismimiz anchagina katta. Shundoq kirib kelib turib, bu yoqda oshxona tomonga o'tib ketiladi. Bu yoqda sanuzelimiz joylashgan. Ko'rib turibsiz, patologlari ham ancha baland holatda. Qani sanuzelimizga o'tib ko'ramiz. Sanuzelimiz mana ko'rib turibsiz, ta'mirlari o'rtacha holatda. Hojatxonasi dushi bitta. Yaxshi, suv, svet, gazdan muammosi yo'q ekan bu joyda. Xo'p, bu yoqdan o'tadigan bo'lsak, keyin bu tomonda oshxonamiz. Ko'rib turibsiz, oshxonamiz ham yaxshi katta holatda, gazlar o'rnatib qo'yilgan, suvlar bor. Ancha katta. Balkonimizdan shundoqqina qaraydigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, mana quyosh botayotgan vaqt shundoq chiroyli ko'rinib turadi. Aytgancha, manzilimizga kelib o'tadigan bo'lsak, Angren shahar 5-3 metanni shundoqqina oldida joylashgan 34-dom. 4-qavatdamiz. Qani bo'lmasam zalimizga o'tib ko'ramiz. Xo'p, mana zalimizga o'tib oldik boyagi. Bo'lmasa qani ko'rib turibsiz, mana akfa oynalari qo'yib qo'ygan uy egalarimiz. 5-3 holatida zalimiz. Zalda oynalar, shkaflar qo'yib qo'ygan. Bu joyimiz boya aytganimda ikkitalik eshik bo'lgan avval, hozirda bitta uy egalari katta eshik topib turib, bitta kichkinaroq qilib qo'yishgan. Ozroq shpaklovka qo'radigan joylari bor. Olgan odam ta'mirlab olsa bo'ladi. Qolgan sharoitlari yaxshi, yashasa bo'ladi. O'zi bu uyda ijaraga ham avvaldan odam yashab kelgan. Xo'p, bu zalimiz aytib o'tganimdek 5-3 holatda va bundan o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, balkon qismimiz. Balkon qismimizga keladigan bo'lsak, balkonimiz 6ga 1,5 holatda va bu yoqda mana pardani orqasida Angren shahar, o'sha metan ko'rib turishingiz mumkin. 34-domda joylashgan. Mana bu joyda oldin stadion bo'lgan. Stadionning shundoqqina oldida yo'l ko'rinib turadi mana. Metanimiz ham ko'rinib turibdi. Tashqarida yomg'ir bo'lgani hisobiga biroz boshqacharoq yaltirab turibdi, lekin ko'rib turganingizdek metanimiz joylashgan. Xo'p, mana xonalarimiz kattagina. Bu joy ham uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, uyimiz egalari hozirda 18.500 deb baholashyapti bir xonali kvartira. Agar kimgadir bir xonali kvartira kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, mana shu kvartira haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Mana shunaqa arzon uylarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Bir xonali kvartira qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz, ularni uy tanlovida anchagina yordam bergan bo'lasiz.